Assalomu alaykum akalar, ukalar, parvozlar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi, berdan boqyapmisiz? Podpischilar ko'rishmaganimiz ham 365 kun bo'lib ketdi. Kanal bugun ochildi aka ukalar. Bu kanalda yapılışı bu meni yoki bir aybim bilan yoki bir qo'yilgan videolarda bir nimasi bilan ilinmagan. Bu yerda tushunmovchilik bo'lib shu ilinib ketgan kanal. Endi hozir shu blogerchilik faoliyatimizni davom ettirib ozgina tushunchaga ega bo'lib buni ishqilib o'qib o'rganib bu kanalda apellyatsiyaga berib bugun ochtirdim. Endi bu kanal ilingandan keyin yangi kanal ochganmiz. Endi bu kanal şu 5450 podpisчик obunachi bo'lgan paytda ilinib ketgan. Endi yangi ochgan kanalimiz, keyinchalik ochgan kanalimiz hozirgi kunda 6500 ga yaqinlashdi. 6400 dan oshdi xullasda. Endi aka ukalar, xudo xolasa mana shu kanalga shu foydali maslahatlarni buni endi Champion TV deb o'zgartirdim. Buni nomi Farhat TV edi. Endi ikki kanal ham Farhat TV bo'lsa bu o'xshashi bo'lmaydi aka ukalar. Shuning uchun narigi yangi ochgan kanalim shu. Endi bu yerda muxlislarim hozir kuzatib turibdi. Kuniga masalan 1000 dan ziyod prosmotr bo'ladi. Buni nomini o'zgartirib bilmaymiz. Shuning uchun bu eski kanalimizning nomini Champion TV deb o'zgartirib qo'ydik. Sababi xudo xolasa shu imkoni boricha qo'limizdan kelganicha shu chempion xo'rozlarni ko'rsatib buni boqish, shu boshqa masalan xonaki parandalar haqida ham ma'lumotlar berib, qanday boqamiz, qanday oziqlantiramiz o'ldirmasdan, shu emlash, xullas kalom va kaza foydali videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz aka ukalar. Sog' salomat bo'lasizlar. Bu 360 kunda birinchi videomiz bu ilinib ketgandan. Uchun prosta hozir bir ochilganini aytib qo'yish uchun bitta video joylab qo'ydim aka ukalar. Like'larni bosib videoni tarqatib yuboringlar. Xudo xolasa podpischilar uyg'onsin. Men bir narsaga hayal qoldim. 360 kundan beri men bitta video ham qo'ymaganman. Masalan yoki bo'lmasa nima bo'lmagan, birorta podpisчик chiqib ketmaganda. Hamma podpisчик joyida turibdi. Qanday turgan bo'lsa shunday turibdi. Endi bilmayman, tushunmayman, bu yoqqa tushunmayman. Sog' salomat bo'lasizlar aka ukalar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.